erkaklar organizmida o'sha bepushtlik deymizmi, o'sha erektil disfunksiyaga deymizmi, olib kelishligi haqida Xitoyning Jianhua shahrida birinchi o'sha keyin Bakkus bor, bu Rimda shu spirtli ichimliklarni o'zlari tangrisi deb hisoblab olishgan. Erkaklik gormonidan ayollik gormoniga o'tish, ya'ni estrogenlarning ko'payishi. Shu yo'lda 2 barobar, 3 barobar ko'paytirib yuboradi. Piva ko'p ichgan, yaxshi ichgan odamlar qaranglar, kattagina qorni bo'ladi. Keyin ozish yoki ichkilikni tashlagan paytda ham bu qorindan qutula olmaydi. Bu aroq ichadigan erkaklar sekin yosh o'tib borgan sari ayoli bilan bitta yotoqda yotishni ham to'xtatib qo'yishadilar. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizning muxlislari. Bugun navbatdagi video bilan sizlarni qarshilaringdaman. Mavzumiz jamiyatimizda borgan sari kamayib borayotgan bo'lsa ham, lekin qaysidir joylarda hali ham yuqori darajada deb hisoblasak bo'ladi. Bu spirtli ichimliklar iste'moli. Buni umuman olganda organizmdagi ta'sir mexanizmlari haqida gapiramiz va androlog sifatida erkaklar organizmida o'sha bepushtlik deymizmi, o'sha erektil disfunksiyaga deymizmi, olib kelishligi haqida qisqachagina harakat qilamiz. Erinmasdan oxirgacha ko'rsalaring va tanish bilishlaringga tarqatsalaring ko'pchilik uchun foydamiz tegadi deb o'ylayman. Spirtli ichimliklar bu o'sha bizning meditsinadagi kimyoviy nomi etanol bo'lsa, bu bilasizlar toza bo'lmaydi, suv bilan aralashma bo'ladi. Uni yana to'liq videomiz davomida aytib o'taman. Umuman olganda kayf qiluvchi suyuqlik, kayf qiluvchi ichimliklar boshqa moddalardan tashqari bu ham insoniyatni tarixi bilan birga rivojlanib kelgan. O'z-o'zidan tarixga qaraydigan bo'lsak, birinchi davr bu o'sha neolit davri deyiladi. Ya'ni eramizdan oldingi 7000-yillarga to'g'ri keladi. Xitoyning Jianhua shahrida birinchi o'sha achitish yoki fermentatsiya metodlari o'sha neolit davridayoq ishlab chiqilgan bo'lgan. Keyingi bosqich bo'lsa, bu ikkinchi bosqich, bu o'sha Mezopotamiya va Misrlarga to'g'ri keladi. Ularda bilasizlar, har narsani tangrilashtirib olishgan va shu o'z-o'zidan Dionis bor Yunon afsonalarida. Keyin Bakkus bor, bu Rimda shu spirtli ichimliklarni o'zlari tangrisi deb hisoblab olishgan. Va shu davrda ilk piva ishlab chiqarish, pivo yoki yozilish bo'yicha o'qiydigan bo'lsak, belgilari tarixiy manbalarda shu joylarda ko'rinadi. Rivojlanishni 3-bosqichi bu o'rta asrlarga to'g'ri keladi. Bu o'rta asrlarda asosan o'sha monastirlar, cherkovlar o'zini tarixiy, buni sanab o'tgan tariximizdagi manbalardan foydalangan va ulardan ancha rivojlanib o'zlarini distilyatorlari, o'sha ya'ni bug'dan tomchiga aylantirish mexanizmlariga ham asoslari bo'lgan va o'zlarini likerlarini ishlab chiqara boshlagan davr hisoblanadi. Va aroqni ishlab chiqarishni yangi davri yoki yangi asri, oxirgi asri bu 18-19 asrlarga to'g'ri keladi. Bunda ham burilishda bilasizlar, eng katta rol o'ynagan kishi bu Mendeleyev bo'ladi. Mendeleyev 1865-yilda dissertatsiya yoqlaydi. Bunda spirtni suv bilan aralashmasi va uning xossalari degan mazmunda dissertatsiya qiladi. Bu o'shanda spirt bilan suvni aralashmasini eng optimal darajasi deb turib 60% suv va 40% etanol, ya'ni S2H5 va bitta OH gruppasidan iborat bo'lgan etanolni 40% dan oshmaslik kerakligini fazaviy diagrammasini ishlab chiqarib bergan bo'ladi. Hattoki shuni qiziq joyi, hozirgi kundagi bizni o'sha
aroq ishlab chiqariladigan zavodlarda, spirt ishlab chiqarilgan zavodlarda haligacha shu diagrammadan foydalaniladi. Bu hozirgi gapirib o'tganlarimiz qisqacha tarixini yuzaki ustidan o'tdik desak bo'ladi. Lekin shu joyda e'tibor berish kerak bo'lgani va jamiyatda uchraydi. Kuni kecha televideniya, ommaviy axborot vositalarida ham falon joyda ichibdi, ko'zi ko'r bo'lib qolibdi, 5 kishi o'libdi, 3 kishi degan gap bo'ladi. Shu joyda hamma esdan chiqarishlik kerak emas. Texnik spirt ichib qo'yibdi, texnik spirt ichib qo'yibdi deb. Texnik spirtni tibbiyotdagi yoki kimyoviy nomi metanol hisoblanadi. Formulasini sal oldin aytganimdek, bunda S1 bo'ladi. Ya'ni S1H3 va bitta OH guruhi bo'ladi. Buni hidsiz bo'lganligi uchun boshqa nima yana aromatorlar qo'shganligini hisobiga etanol bilan tayyorlashdan osonroq, chunki haligi ishlab chiqarish jarayonida ham ajratish mexanizmlari bor. O'sha mexanizmda ham etanol degan modda ajrab qoladi. Shuni hisobiga o'sha etanol ko'payib ketib qolib, keyin shundan ozgina miqdorda tushsa ko'zi ko'r qiladi deydi va yaxshigina miqdor olsa bu insonning o'limi bilan yakunlanadi. Ya'ni umuman men aroq ichishni tavsiya qilmayman, lekin shu ma'lumotni ham bilib qo'yishlaringda foyda bor deb o'ylayman. Endi bu spirtni organizmdagi o'sha sayr sayohati ham degan gapimiz bor. Og'iz bo'shlig'iga tushgandan boshlab, xuddi glyukoza haqida gapirganimizda aytgandik, bu ham og'iz bo'shlig'idan boshlab so'rilishni boshlaydi. Ko'pincha 1% og'iz bo'shlig'ida so'riladi. Qizil o'ngachda so'riladi va oshqozonga tushadi. Oshqozonda ichilgan spirtni 20% so'riladi. Endi albatta uni tarkibidagi ovqat bor yo'qligi, og'ir ovqat bor yo'qligiga bog'liq bo'ladi. Buni ichadiganlar juda ham yaxshi bilishadilar. Foizlari so'rilishini bilmagan taqdirda ham shuni yaxshi bilishadilar. Undan tashqari eng asosiy, ya'ni 80% gacha etanol yoki alkogol o'sha ingichka ichakda so'riladi. Ingichka ichakda so'rilishining ham sababi o'sha so'rilish maydoni yuzasi keng va o'ta ham qon tomiriga boyligi uchundir. Ichgandan keyin, qonga so'rilgandan keyin buni ham bilish kerak, 3 minutdan keyin butun tanani hamma joyida spirt to'g'ridan-to'g'ri tarqab bo'lgan bo'ladi. Saldan keyin buni parchalanishi, metabolizmi haqida ham aytib beraman, lekin undan oldin organizmga 3 ta bosqichda ta'sir qiladi. Birinchisi o'sha miyaga yetib borgandagi ta'siri bu o'zini yengil his qilish, hushyorlik qandaydir ortgan bo'lib, diqqat jalbi jamlangandek bo'ladi. Bu birinchi bosqich hisoblanadi. Ikkinchi bosqichda doza ko'tarilib borgan sari fikrlash pastlaydi va janjalkash bo'lib qoladi, urushqoq bo'lib qoladi, bilasizlar. Keyin koordinatsiya buziladi, yurganda ko'rgansizlar chayqalib yurishlarni boshlaydi. Undan tashqari o'sha dozasiga bog'liq ravishda nutq markazini ham ishdan chiqarib falajlaydi. Chunki ko'rgansizlar g'o'ldirashni boshlaydi, nima degani tushunib bo'lmaydigan holatga keladi. Uchinchisi bu yuqumli deydi. Yuqumli degani nafas olish sekinlashib, yuqori dozada bo'lsa yoki qarovsiz qoladigan bo'lsa, hattoki nafas markazini bloklab, kuchli komaga tushib, o'sha alkogoldan o'lim bilan ham yakun topishi mumkin bo'lgan holatlar juda ham ko'p uchraydi. Endi sal oldin aytdik buni metabolizmi haqida. Metabolizmi keyinchalik beradigan zararlari ham shu metabolizmda ostida yotadi. Juda ham ko'p, ya'ni 90-95% jigarda parchalanadi. Etanolning jigarda metabolizmi etanol dehidrogenaza yordamida asetil aldegidga aylanishi, asetil aldegiddan keyin uni sirkaga aylanishi yo'llardan iborat va eng ko'p jigarga zarar tegadi va qolgan ta'sir mexanizmlari ham shu joydagi zararlardan kelib chiqadi. Endi o'sha 5% ga yaqini hech qanday metabolizmga uchramasdan siydik orqali, nafas orqali uchadigan holati va teri orqali chiqadi. Bu o'sha alkogol ichgan odamning yoniga borganligidagi qo'lansa hidni beradigan mexanizmi mana shuni ostida yotadi.
Endi umumiy ta'siridan keyin andrologik ta'sirlarga to'xtalib o'taman. Qisqa muddatda alkogol inson organizmiga nima qiladi? Bu o'sha pivo bo'lsin, bu o'sha konyak bo'lsin, aroq bo'lsin, nima qiladi? Birinchi o'rinda xotira, e'tibor, diqqat jamlanmaslik belgilari, o'zini baholash pastlashi belgilari kuzatiladi. Uzoq muddat davrda organizmda eng katta zarari bu jigarni sirrozga olib kelishi. Buni hammalaring yaxshi bilasizlar. Bundan tashqari yurak qon tomiriga ham zarar beradi va asab tizimini ham izdan chiqaradi. Spirtli ichimliklarni erkaklardagi testosteronga qandoq ta'sir bor? Buni pasaytirishini bilasizlar? Men bir og'iz mexanizmi haqida aytib beraman. Jigar spirtli mahsulotni parchalanishga band bo'lib qolganligi uchun qolgan funksiyalarda oqsashlik kuzatiladi. Bu shu jihatdan testosteronni ishlab chiqarilishi ham. Buni sal yuqorida aytib o'tgan moddamiz bu asetil aldegid testosteron ishlab chiqarishda testosteronni shunaqa aromatizatsiya degan mexanizm bor. Ya'ni erkaklik gormonidan ayollik gormoniga o'tish, ya'ni estrogenlarning ko'payishi. Shu yo'lda 2 barobar, 3 barobar ko'paytirib yuboradi. Buni yana yaqqol misoli aroq, konyaklarda nisbatan kamroq, lekin pivani ishlab chiqarilish mexanizmini bilasizlar. Tabiiy shu bug'doylarda achitqisidan bijg'itish yo'li bilan olinganligi uchun bunda fitoestrogenlar, ya'ni ayollik gormoni degani estrogen bilasizlar. Fitoestrogenlar ko'p bo'lganligi uchun erkaklarda ayolsimon semirish kuzatiladi. Piva ko'p ichgan, yaxshi ichgan odamlarga qaranglar, kattagina qorni bo'ladi. Keyin ozish yoki ichkilikni tashlagan paytda ham bu qorindan qutula olmaydi. Xalq orasida buni piva qorni degan gap bilan ham atashadi. Testosteron past bo'lgandan keyin o'sha oldingi videolarimizda aytgandek ta'sirlari nima bo'ladi desangiz, bu libidoni pastlashi, ayollarga bo'lgan xohish istagini pastlashi, ayollik gormoni estrogenlarida ko'tarilib ketganligi hisobiga ko'kraklarda erkaklardagi ko'kraklarda kattalashishi va testosteron yetishmovchiligi hisobiga o'sha spermatozoidlarning sifati ham buziladi. Xuddi shunaqangi o'zim bir tanishim, yaqin bemor deb aytsak ham bo'ladi. 3 ta farzandi bo'lgan. Keyin ishi yuzasidan boshqasidan deyarli kunda yaxshigina ichish maishat qilishga to'g'ri kelgan. Bir kun kelib farzandim bo'lmayapti dedi, nechinchisidir. Shunda analiz topshirtirdik. Topshirtirgan paytimizda analizimiz 0 chiqqan. Chunki kimgadir aytsangiz yoki o'zi kutmagan, qanday qilib 0 bo'lib qolishi mumkin degan yaxshigina aroq ichganlik darqasi. Aroqni tashladi, undan keyin yana farzandi bo'lib yo'lga tushib ketdi. Lekin bular qaytmas o'zgarishlar ham keltirishi mumkin, esdan chiqarish kerak emas. Endi yana bitta alkogolda ta'siri mexanizmi erkaklarga bu erektil disfunksiya. Ya'ni jinsiy aloqa uchun yetarli ereksiyani ta'minlay olmaslik. Buni mexanizmi qanday deyilsa, bu o'sha periferik qon tomirlarida kengaytirilishining hisobiga jinsiy holatga kiradigan qon tomirlarida ishlamasligini hisobiga ma'lum bir vaqt kelib torayib qolib ketishligi va yetarli kengayishni ta'minlay olmaganligini hisobiga ham testosteronni tushib ketganligini hisobiga ham estrogenni ko'payib ketishini hisobiga ham miyada o'sha ayol kishiga bo'lgan qiziqishni libidoni pastlashini hisobiga bu aroq ichadiganlarda erkaklik o'sha qobiliyati libidoni ereksiyani susayishiga olib keladi. Yana bir o'sha zararli ta'sirlardan bu urug' sifatiga ta'siri va bepushtlikka ta'siri. Bunda asosan shu qonda alkogol miqdorini ko'payib ketishi moyaklarning ichidagi sertoli va spermatogoniy hujayralarini zararlanishi hisobiga yuzaga keladi. Bunda o'sha hamma urug' analizida bo'lishi mumkin bo'lgan spermatozoidning morfologiya buzilishlari, DNK fragmentatsiyasini oshishi, urug'ni sonini kamayib ketishi, oligospermiyalar, harakatchanligini buzilishi, astenospermiyalar, bularning hammasi oligoastenoteratomospermiya OAT sindromlar, hattoki
azospermiya holatigacha olib boradi. Buni esdan chiqarmasliklaring kerak bo'ladi. Buni yaxshigina aroq ichadigan do'stlaringga jo'natib qo'yishlaring mumkin. Undan tashqari o'zlaring kuzatsalaring, bu aroq ichadigan erkaklar sekin yosh o'tib borgan sari ayoli bilan bitta yotoqda yotishni ham to'xtatib qo'yishadilar. O'zlaringni ehtiyot qilasizlar, zararli odatlarga qarshi biz. Sog' va salomat bo'ling.